Bu masalani ko'rib chiqamiz. The graph of a system of a linear equation and a non-linear equation is shown. Ya'ni bu yerda chiziqli tenglanma va chiziqsiz tenglanmani grafiklari ko'rsatilgan. What is the solution x, y to the system? Ya'ni ushbu sistemaga yechim qaysi? Qaysi javob to'g'ri demoqchi. Hmm. Mana bu to'g'ri chiziq. To'g'ri chiziq bu chiziqli tenglamani grafigi. Bu liner. Keyingisi mana bu egri chiziq bu non-linear equation'ni tenglamasi hisoblanadi. Bu yerda ikkita teng ikkita tenglamani grafiklar kesishgan nuqtasi ushbu tenglamalarning javobi hisoblanadi. Bu ikkita tenglamaga solution mana shu kesishgan nuqtadagi x va y ning qiymati hisoblanadi. Bu yerda x ning qiymati 4 ga teng, y ning qiymati 5 ga teng. Shu sababli javob x ning qiymati 4, y ning qiymati 5. C javob to'g'ri.